Hurmatli obunachilar, mana bugun sizlarga detskiy mebellarimizning narx-navolari, hammasini razmerlari, qanaqa materiallarini hammasini tanishtiramiz. Qo'limizdan kelganicha chegirmay beramiz. Adresimizni aytib o'taylik. Kommentariyada juda ham ko'pchilik adresni aytmasam deb qilishdi. Hop, biz adres Farg'onaning Oltiariqda, Oltiariq sentrdan kelishda Chinortayda. Qulmatov klinikasining ro'parasida Zafar Mebel. YouTube'ga yozsa ham bo'ladi, Instagramda ham, Telegramda ham Zafar Mebel nomeradi. Manejimiz komplektda tumbasi, manej, tagida divan bo'ladi. Ochishadi manejda. Ochib qo'llarni olishga udoblik qo'yilgan. Yo'q, chiqarishsa bolani olib qo'yishga ko'tarilib tushadigan qo'yganmiz. Bularimizni materiallari 90% MDFdan chiqadi. Yonliklariga, kraska sepilmaydigan tekis joylariga laminat aralashadi. PVH kromka bo'ladi. Manejlarimiz 100% PVH kromka. Ishlashlari ham juda ham yengil. Tekis ishlaydi. Aslida to'rlari bo'ladi. Обязательно manejimizda tumbamizni tushirsa katta 75 ga 180 divan bo'ladi. Divanda tagida 3 ta tortmasi bo'ladi. Tumbalarimiz ham keng ishlangan, mana bitta eshigi bo'ladi. Bolalar ko'paysa, bittasi manejda, bittasi divanda yotishaveradi. Tagida to'shakchalari bo'ladi. Mana ichki qismini ham ko'rsatib beraman. Nazarda ishlashaveradigan narsa. Bu tarafda shkafimiz eniga 120, balandligi 2 metr bo'ladi, chuqurligi 40 cm. Bitta chekkasi polka, o'rta chekka, katta 2 qanotli joyi, tepasga bo'lib qo'yilgan. Pastda ikkita tortmasi bo'ladi. Ishlashlari hammasi juda ham yengil, xudo xolasa. Karashning MDFlarga sepilgan. Rangi o'zgarmaydi, boshqa bo'lmaydi. Bularimizni narxi $300 sotilgan. Ramazon oyiga $250 qilib beramiz. Mana bu yerda aka, sal kattaroq bo'larga mana ish kerak emas. Divan bilan shkaf kerak desa, unisi ham imkoniyati bor. Razmerlarini mana so'z isboti bilan ko'rsatib ketamiz. Har birini 80 ga 180 ga 180 bo'ladi. Qaylariga tashlanadi. 06 MDF tashlab qo'yilmagan ko'shikchasi bo'ladi, shkaf bo'ladi. 120 ga 2 metr oynalari. Bularimizni 2.800.000 so'm sotilgan. Hozir Ramazon oyiga 2.400.000 so'm beramiz komplektini. Divanchasi, shkafchasi. Endi addini olaman deyishsa-chi, masalan, manej kerak emas menga yoki bo'lmasam shifoneri kerak emas menga. Addini qilib beraverasiz. Shkaflarimizda aka $100 dan qilib beramiz. 1.500.000 so'm sotilgan. Hozirgi kunda $100 dan qilib beraveramiz. Shkafni o'zini xohlasangiz mana ishni moloshnisidan, oqidan, ko'kadan, serisi deydimi, bu bo'yni qilib beraveramiz. Xohlasa, laminat shkaflarimizdan bor, uni ham ko'rsatib o'tamiz. Bularimizni aka boshqasini ham ko'rsatdingizmi? Yondan aka bolalar tushib ketmasinga, toki maktabni bitirguncha bolalar sig'averadigan qilib razmerlarni katta ishlangan. Hozir behijolat. Bu yerda laminat. Buni ham fasad qismiga indek qo'yganmiz. Joy chiqsinga to'rlari bor. Shunday bunda manej olinadi, tumba olinadi, bunda ham tayyor divan bo'lib qoladi. Prosta tortma ikkita bo'ladi bunda. Tortmasi ikkita. Tortmasi ikkita. Tumbasida bitta tortma, bitta eshik, perdalari bor hammasini. To'g'ri kirib bo'lgan fasad qismi manejlarimiz. Bitta mana shkaf aka. Serisi komplekt. Bularimiz $250 sotilgan. Hozirgi kunda Ramazon oyiga $200 ga maneji shkafi bilan birga. Xohlagan joyiga
Dostavkaga ham qo'yaveramiz. Unisi kelishilgan holda pakovka desa, pakovka qilib beramiz, tiklangan jo'natib ol desa, tiklangan jo'natib beraveramiz. Bunga ham shkaflar, 120 lik shkaflar. Buni agar mana shkaf o'zi kerak desa, 1 milliondan qilib beraveramiz. Ana endi. O'sha arzon shkaf kerak desa, bog'cha bolalarga ko'rsating yaqindan. Ichki ko'rinishlari. Bitta ochib ko'rsatib qo'ying. Yeshilka. Tomonni ham. Polkasini ham. bo'ladi. Ha, yonida kiyim iladigan ham bor ekan. Kiyimlar bor. Oyoq kiyimga. Bitta yana tortmalari bor. Mana zamoniga 1 million so'm. Hech katta bo'lmagan bunaqasi. Hozir bitta mana seriyamiz bilan maloshlarni divanlarni ham ko'rsatib o'taylik. O'ziga mos komplekt olaman. Mana aka, hozirgi maloshli shkafimizga komplekt divan olaman desa, buni zakaz berishsa ham ranglarni ham qilib beramiz. Telegram gruppamiz bor. O'shanga kirib, menga detskilarni tashlab bersa, hechkasiga ham tashlab beramiz. Ko'rib bemalol tanlab zakaz berishaveradi. Mana bitta seriyaga komplekt. Hammasi to'shuvchilar bo'ladi. Materiallari MDF dan. Hop, agar kattaroq bo'lganiga shkaflar kerak desa, отдельный shkaflar buni ham ko'rsatamiz. Hozir metr bilan har bittasini o'lchab, razmerlarni, nima material nimasini aytib o'tamiz. Bitta mana shkaflarimiz ekan, razmerlari 1.60 ga 2.10 bo'lgan shkafni. Chuqurligi 48 siz. Eshiklari bilan 50 sm bo'ladi. Bularimiz $250 sotilgan. Hozirgi kunda $190. Chuqur ichki ko'rinishlari. Kichik polka. O'rta beshikka. Shu vaqt ichida Farg'ona viloyatiga dostavkasini ham qilib beramiz. Ramazon oyi ichiga. Hop, bu yerda boshqa rangda. Ha, 4 teshiklikdi, boshqa rangi. Shuni boshqa rang. Ranglardan zakaz berishadi. Bu yerdan bo'lsa 120 lik. Ishga xonasi. Polka, kasta, ikkita tortmasi ham bor. Ichi yutashi 100% polga ko'mga bo'lamiz. Bizda mebellar turi borki, hammasidan bor. Bu yerda mana obi postavkalarimiz, shampan rangi. Mebelni esa maramir oppoq deganlar, oppoq, high-tech. Qarishnoy, kumush rangi hammasidan bor. Bitta endi bularimizni narxi emas, narxi. Bularimiz 500 ming so'm, MDF kichkinalarimiz 400 ming so'm, MDFligi hammasi. Kattasi, Jalisalining kattasi 450 ming so'm. 100% qora kromka bo'lgan bularimiz, hammasi ichi tashi, kromka. Bitta sandal javonlarimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana aka, bu yerda sandalimiz, javonimiz va tumbamiz. O'zi old tarafda sandal javon, tumbadan ikkita bo'ladi, komplekt bo'ladi shunda. Bularimiz $200. $200 ga Farg'ona viloyati ichiga dostavkasi ham kiradi. Bu yerda mana xuddi shunday g'oyala qilingan high-tech sandal javonlarimiz bor. Ha, high-tech uslub ekanda. Sapsini 100% qora kromka. MDF. Buni ham ikkita tumbasi bormi? Bitta tumbasi bo'ladi. Sandal ichidan bitta tumba. Bitta javonga, bitta sandiqqa tumbasi bo'ladi. Tumbalari yakonda yoziladigan 80 ga 40 qilib ishlangan bo'ladi, tom qismlari keng katta bo'ladi. Kamod deyishadi. Kamod deyishadi. Bu sandal, javon, bitta kamod. Bularimiz 2.400 ming so'mga qilib beramiz. Ularimiz 2.600 ming bo'lsa, bularimiz 2.400 ming. 200 ming so'mlar listasi bor. Boshqa ranglarini ham ko'rsatamiz. Hozirgi high-techimizda mana yerda boshqa rangi ham bor. Katonlar bilan juda ham go'zal ishlangan. Katon bichkasi bo'ladi. Bu tarafda mramori bor. O'yinligimiz hozir bitta karishnoylarda mramor rangdagi bo'ladi. Yuklarni ham originaldan qo'yib oshqoshlarni ham raykom qo'yganmiz. Sandiq javon ikkita tumbasi bilan ularimiz 2.400 ming so'm.
bitta mana high-tech ishlanganlari. Oyoqchalik. Ishlari juda ham katta ishlangan bularimiz ham. Hammasi vakuum qo'yilgan. Sandiq, javon, bittadan tumbasi bo'ladi bu komplektimizda. Bularimiz ham $200 dan. Bunda prosta tumbasi bitta bo'ladi. Bu Toshkent fason deyiladi. Razmerlari lekin o'zimizda katta razmerlarda ishlangan. Toshkent sandiqlari kichikroq bo'ladi. Bizda xuddi o'sha mebel istalgan turlarga qo'ygan ustunlarimizdan, yo'lka binolarga qo'ygan ustunlarimizdan ustunli qilib ishlangan variant. Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalimizga kirishsa, hammasini rasmlarini tashlab beramiz. Bemalol zakaz berishadi. Manzilimizni aytib o'tdik. Farg'ona, Oltiariq sentrda Chinoto'yda Zafar Mebel Memorial. Telegramdan, Instagramdan, YouTubedan bor.